Assalamu alaikum ve rahmetullah berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylardagi qarindoshlarım. Hammalarniki mushu vaqti ve bunun keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men do'stinglar Abdul Aziz Beshtog'roq hozir sizlarga İstanbul'dan Fatih Belediyesi Sulaymaniye Camii'nin qishidan her haftanın şənbə günü muşu saatlar etrafında birlikte ügünüp kilovatkan tedbir yay sinderisleri de 54. sinders bugünkisi. Bununla biz bunu kitabını kulağımda tutup doğan Mesuliyet iktidarını besip düşüdü degen bu kitap. Bu Şincan Güzel Sanat Fotosüret Neşriyatı Şincan İliktir Ünsün Neşriyatı tarafından neşr kılıngan kitapken bunu rahmetlik dadam qarasanlar şu dadamninki Abdul Aziz Beshtog'roq deb yazgan mening ismimken dadamның puchurkisi rahmetlik öz vaqtida bana kitap ivetken vaqtida Ürümçi'den bir 30-40 parçada kitap ivetken bunun içinde köpünçüraqı Mesuliyet ve Uygur Milli Tibabeti'ne ait kitaplardı. Bu kitaplarını ben İstanbul'daki Kutatkubilik kitapxanasıdaki qarindoshimiz Abdullah Türkistan'ı beğendim. Köpeytip özünün kitapxanası da koydu. Qadirli qarindoshlar aşağıdan setip alsanlar buludu. Bu kitapni ben hatta kompüterda bir qarindoshimizga yazdırıp üzünü hatta başkalarının küzü de hatta ata-anasının küzü, anasının küzüdü mu? Kolunu hiç kadar işkenmeydi o. Bu şu tamak niyep yetip bersen bulundu da karalgan. Üzgün nispeten işençim yoğulap ketken bir qarindoshimizga ben ata-aytın anası bilen gepleşip bu balının kolundan işkiludi. Anda karamanglar. Mende muayit muhim bir kitap var. Mesuliyet iktidarını besip düşürdü degen. Aş kitaplı men birey kompüterda yazgızılı, işxanaga kelip yazıp bersin, özüge bolgan işençisi artsun, bir işqa yaraydı ekanman dep, şunun bilan texmi yaxshi bo'lib ketadi inşallah, anda qaramaylar dep deyişi yürüp, şu vaqtning o'zida 400 lira gaplashib kompüterga aldırgızıp qilgan hamda. O originalimi bor menda. Endi bu kitapni ko'paytib, şu Kutatkubilik kitapxonasiga qo'yib qo'ydik, sherdan setib olsangiz bo'ladi. Men bu kitapni bir ders qilayli, birlikte ügüneyli qarindoshlar bilan deb hozir sizlarga bunu başlayman. Kitapninki muqobisi shundoq sizlar ko'rganga o'xshash yumshoq muqobilah kitap. Neşriyatını düdük, fotosuret, güzel sanat, fotosuret neşriyat tarafından neşr kılınıptı vatanimizdeki. 2013 yılı 3. ayda 1. qatim besilish ekan. Bu kitap tercüme kitapken qadirli qarindoshlar. Tercüme qiluvchi Sho'nqarjon Qurban degan qarindoshimiz ekan. Mesul muharriri Merhaba Mehmet, mesul korektörü Dilnur Abdurrahman, muqavimli layili gücü Liyuri Fan depti. Kitapninki ISBN numarası mı var? Şinhua kitapxonalarida taqıltılgan kitaplar kim? Rahmetlik dadam degen o'xshash rahmetlik kirish so'zni o'qisangiz, undaki mundarisiga qarasangiz, kitapning ichida nima bor, shuni tushunib yetalaysiz balam. Kitap o'qishdan burun shunga chuqur qarab eting degan. Masalan, shu gapiga asosan qarab boqaylik. Kirish so'z. Bir ulug' odam mundaq degan: inson hayotidagi barliq kashmishlar batırlıq bilen mesul bulungan ruhның keyniga tizilishi kerak. Mesuliyetki işki güçnün türtküsü de bizde daim degidek bir xil ali buruş duygusu ve tevellik duygusu peyda bulup durdu. Bir karxana başqurguchi, eğer siz bir tügmini hakiki yusunda qadap çıqalısınız, bu siz tikip çıqqan bir rətsiz, qopal kiyimge qaraganda texmi qimmatga ega bo'ladi degan. Özünün hizmetiga vazifini, mesuliyetini to'liq ado qilish asosida muomala qilish, xizmetingiz mayli nima ish bo'lmasin, sizning uni haqiqiy yusunda yaxshi qilgan, qilmaganligingizni ko'rsatadi. Ba'zilar mubodo xizmetingizni qizg'in so'ysangiz, turmushingiz jannat bo'ladi deydi.
Her bir adamның turmuşida mutlaq köp vaqt xizmat bilan bog'langan bo'ladi. Jamiyatga bo'lgan mas'uliyatni tashlab qo'yish, o'zimizning ustiga olgan vazifaga bo'lgan sadoqatimizni va ishonchimizni tashlab qo'yganlik bo'ladi. Mas'uliyat demak xizmatni yaxshi o'rinlashtirish, mas'uliyat demak o'zini o'ntigan holda ching turish demakdir. Mas'uliyat odimiylikning yükselishi bo'ladi. Mas'uliyatning huddusidan chiqish uchun shunda qilalg'idek iqtidorni hozirlash kerak. Bir munavvar ixtisos egasi o'zining saposi va iqtidorini umumyuzlik o'stirishi va o'zini mas'uliyatni ado qilishga mahir odam qilib chiqishi lozim. Hozirgi zaman korxonalari odam ishlatishda shaxsning bilimi va texnika qobiliyatini intayin ta'kidlaydi. Amaliyotda mas'uliyat bilan iqtidorning ikkilisiga ega bo'lgan ixtisosliklar korxonalar haqiqiy yusunda ehtiyojli bo'lgan xodimlardir. İşligili bo'lmaydigan xizmat yo'q. Faqat mas'uliyatsiz odamlarla her bir xizmatchining o'rni mayli yuqori İşligili bo'lmaydigan xizmat yo'q. Faqat mas'uliyatsiz odamlarla bor. Her bir xizmatchining o'rni mayli yuqori yoki tuvan bo'lsin, o korxonaga nisbatan mas'uliyati bo'ladi. Mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lgan bir xodim boshqalarga ishonch tuyg'usi beralaydi. Texmi ko'p odamlarni o'zi bilan hamkorlashishga jalb qila oladi. Mas'uliyat mulozimatga, kasbchanlikqa, ijod qilishga kapolatlik qila oladi. Mas'uliyat hammaga kapolatlik qiladi deyishga bo'ladi. Dal mushularning hammasi korxonaning raqobat kuchiga kapolatlik qilib, haqiqiy yusunda bir xizmatchining korxonaga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi bilan sodiqlik darajasiga vakillik qiladi. Her bir munavvar korxona degudek mas'uliyatning kuchini intayin ta'kidlaydi. Shirkat bo'lgan ekan, uning madaniyatining yadroliq qimmat qarashining biri astoydil mas'uliyat bo'ladigan va boshqarishi unumli bo'lgan xizmatchi shirkatimizning eng cho'ng boyligi bo'ladi. IBM'da her bir odam astoydil mas'ul bo'ladigan va boshqarishi unumli bo'lgan xizmatchi shirkatimizning eng cho'ng boyligi bo'ladi. IBM'da her bir odam ching turadigan va ijro qiladigan qimmat qarashining biri kishilik aloqada mangu ishonchlik bo'lish fazilatini saqlash, mangu kuchlik mas'uliyat eng'iga ega bo'lish. Microsoft'da mas'uliyat xizmatchilarning barliq harakatida izchillashtirilgan. Mas'uliyat bir xil fazilat bo'lib qolmay, balki bir xil iqtidor. Boshqa barliq iqtidorlarning qo'mondoni va yadrosi bo'ladi. Mas'uliyat eng kamchil bo'lsa, boshqa iqtidorlar o'zining rolini yo'qotadi. Shunlashqa bu korxonalarda mas'uliyat iqtidorni besib tushadi. Mayli qandaq munavvar iqtidor bo'lmasin, vazifani, mas'uliyatni to'liq o'rinlaydigan xizmat orqali o mukammallashadi va namoyon bo'ladi. Mas'uliyatni ustiga olish uchun kurash qilishni bilmaydigan xizmatchilar ömür vayet xizmat qilsimi, ularda ko'zga ko'ringidek natija bo'lmaydi. Eng munavvar ixtisosliklar hamon eng munavvar korxonalarga kirib ishlashni umid qiladi. Her bir munavvar shirkatmo o'zining shirkat madaniyatini, kasb ruhi va qimmat qarashini tushundiradi, ijod qiladi, ijro qilib amaliyatidan o'tkazadi. Hayırning bir xizmatchisi mundaq degan: "Men mayli do'stlarning yig'ilishida bo'lmay yoki ko'chada ketib etib, natunish kishilarning gapini anglagan bo'lmay, hayırga oid fikrlarni anglasam yoki ko'rsam, ularning vaqtida xotirlab olaman. Men hayırning bir xizmatchisi bo'lg'achqa, mening bizning mahsulotlarimizni texmi yaxshilaydigan, korxonani texmi yetildiradigan, texmi mukammal qiladigan mas'uliyatim bor. Agar şirketning bir xizmatchisida yuksak darajadagi mas'uliyat tuyg'usi
ve münevver boğan şahsi iktidar bolsa, o halda o Hristiyanı ümitvarlık bilen kütüp alıdı, şirketinin kelgüsünü işe aşırdıgan mesuliyetini huşallık bilen üstüge alıdı. Şahsi sapanı mükemmelleştiriş ve östürüşte hem meylen mesuliyet iktidarını besip şudu digenini iyisede çen saklışı gerek. Şirketki hizmet kılıbatkan her bir hizmetçi özünün mesuliyetini iyisede çen tutuş lazım. Elbette mesuliyetini ada kılışkı boğan en çok cevap bu hizmetçiye teximi çok mesuliyet ve vazife artılıdı. Çünkü şunda kılalığın hizmetçiler hakiki halda işin işke erziydi. Şirket onun yüklegen mesuliyetini üstüge alaydı. Bu kitap del karxana ve şirketlerinin hizmetçilerine karta elip bardığın kesbi ruhi ve kıymet karış kuruluşu hem de emniyetinin ihtiyacı bu içe karxana ve şirketlerdeki mesuliyet iktidarını besip düşüdü diyen hareket nizamını çonkur analiz kılıdı. Mesuliyet bir hizmetçini en yaxşı ruhi halet ve tulup taşkan zihni güç bilen hizmetke adlandırıp onun yuşurun iktidarının en zor derecede cari kıldırıdı. Siz karxananın bir hizmetçisi, siz bunu urundiyaldınız mı? Bazı işlerini urunlaşka 13 yıla zor güçmük etmeydi. İşleş ve işlemezlik arasındaki fark mesuliyet. Allah razı olsun. Perizat gayret yengimiz rahmet sizge Avustralya'dan salam duruptu. Hem de bu kitabınki munderesiga qarab chiqimiz. İnşallah bu kitap tügügüçe tedbir yay derslerini muş kitaptan devam qilimiz. Her şembe günü muşu saatlerde sizler bilen birlikte ekranda hem söhbet bulumuz qadirli qarindoshlar. Munderice birinci bab buruçqu bo'lgan sodiqlik ve ishonch. İnşallah bugün bunundaki mezmunlarını birlikte öğünümüz. Mesuliyet buruştur. Hizmet mesuliyetin direkt biridir. Kızgınlığınızı urgutup bütün gücünüz bilen nişanınızı işe aşırın. Özüde güçlük mesuliyet duygusu buluşu gerek. Mesuliyetinin güç kudretine kat'i çın turuş. Bu birinci babdaki mezmunken inşallah bugün tükütümüz. İkinci bab mesuliyet iktidarını besip şudu. Kitabının temisi mi şu? Mavzusu. Mesuliyet iktidarını besip şudu. Mesuliyetinin üzü bir xil iktidar. İktidar mengü mesuliyet bilen billa kilidu. Buruşunu ada kılgandılar, iktidar en zor kıymetini ifadeleydi. Bir hassi mesuliyet duygusu, 10 hassi akılını besip düşüdü. Üçüncü bab, mesuliyetin üstüge elip, kişilik hayatının yuşurun gücünü ifadeleş. Sevirigerinin acayip mizanı. Özümüzge çek koymay, hazırki haletke aktiflik bilen yüzlenişimiz gerek. Her günü köprek iş kılış. Mesuliyet inik boğanda, onu teximi yaxşı üstüge algılı boludu. 4. bab, vazifini, mesuliyetini tuluk urulan, mesuliyetini adetke aylandırvelin. Lovunga okşaş teşebbüskar buluş gerek. Mesuliyetçilik sadıklıkını ifadeleydi. Mehkem püttesep durup, kattık tirişip işleş. Hazırının üzüldüğü işlem derhal. Kesbini süyüş, mesuliyetinin davamı. 5. bab, ençki tefsilat arkalık mesuliyetini namayan kılgılı buludu. Mesuliyet galibe yaki mağlubiyetini belgileydi. Küçük değil mi la? Azırak mesuliyetsizlik kılışma zor bedel töleşki mecbur kılıdı. Mesuliyet ençki tefsilatları ifadılındı. Hizmette küçük iş yok. Köngül koysunuzla küçükkine alametten şu işinin mahiyetini bileleysiz.
6. bab. Bahanelerini red kılıp, batırlık bilen mesul buluş. Kesp meydanı azırak mesuliyetsizlikni mo sığdıramaydı. Hiç kandak bahanem yok. Bu doğruluk bir kitap mı var? Məxsus No Excuse deb West Point'ninki Amerika'daki Xitaycha şi diyen Cünşao deb koydu. West Point Hərbi Məktibininki kitap iken mən bunu Dubaydaki vaxtımda oxuğandım, qırındaşlar tavsiye qılımən. Məsuliyyət mən dili toxtaydı. Nəticəgi məsul buluş. Yaxşılıqlı bolmaydigan xizmet yok. Fakat məsuliyetsiz adamlarla var. 7. bab. Məsuliyyət alayidlikni yaratıdı. Məsuliyyət alayidliknin hareketlendirgücü küçü. Məsuliyyət neticəge kapalet kılıdı. Üzünüzde başkalar ornunuzunu basalmaydigan hizmetçiге aylandırın. Mükemmel hizmetli vazifeni, məsuliyyətini toluq öteş arkalıkla yaratkılı buludu. 8. bab. Məsuliyyət hayattaki neticelerinin ulu. Siz üzünüz üçün hizmet kılısınız. Məsuliyyət ruhi sizni aldığın qatarga ötküzüdü. Məsuliyyət şan şeref demektir. Şirket bilen takdirdaş buluş. Bu en ahirki timiken kadirli kırındaşlar. Kitap cem'i necip etken desenler 256 betken bu okulumuzdaki kitap. İnşallah her günü 20 betten okusak mı bu kitabını 10 günde okup bilimiz deyin gep 12 günde 13 günde. Biz hem de bugün her şembe okuyumuz, her günü okuşka başka kitaplar var. Ötkenki hepte biraz çeteli kitap salımızda vaktimiz şunu kettik arkadaşlar. Bugün 1. bab buruçku boğan sadıklık ve işenç degen babla başlayımız. Anda olsa dikkatinla tedbir yay sin dersimizde zihninla mesuliyet iktidarını besip düşürdü degen kitaptan sözleydiğen 1. bab buruçku boğan sadıklık ve işençli bolsun. Mesuliyet buruştur. Amursin mesuliyet tengdaşsız kıymetli ega. O bir xil ulug' axloq bulup barliq qimmatlar ichida eng yuqori o'rinda turdi deydi. Kirtun kishilik hayotda faqat bir xil intilish, bir xil tengdaşsız intilish bo'ladi. U bo'lsa-mu mas'uliyatga bo'lgan intilish degan. Mas'uliyat nihoyatda bir xil tug'ma burish bo'lib, o her bir hayatlık bilen baştan ahir billi buludu. Ameliyatda fakat aşundak mesuliyetini batırlık bilen üstüge alalaydıgan adamlarla teximi zor buruşunu ada kılalaydı. Şundala ola teximi köp şan şerefki igi buluş salayetiga erişalaydı. Mesuliyet tuygusu yetersiz ya ki mesuliyetsiz adam aldı bilen üzünün cemiyetteki asası orunun yoktudu. Şundakla başkalarının özüge boğan işençisini ve hürmetini yoktudu. Hatta öz takdirini, işenç ve kadir kıymetini yoktudu. Sergetlik bilen öz mesuliyetimizi his kılıp, batırlık bilen onu üstümüzge alalısakla, özümüzge ve cemiyetge vicdanımız bilen yüz kilerleyimiz. Adem büyük olması mı mümkün? Namrat buluşumu mümkün. Ama mesuliyeti bulmaslığı mümkün emas. Her kandak vakitte zimmimizdeki mesuliyetten vazgeçmeslikimiz xuddi özümüzden hayatı ve itikadıga okşaş onu zimmimizge elişimiz gerek. Mesuliyet kişini kayser ve batır kılıdı. Mesuliyet yine kişilerge gamxorluk kılış, kişilerini düşünüşünü ügütüdü. Çünkü biz başkalarına mesul buluvatkanımızda başkalarını bizge mesul buluvatkan buludu.
Sizning nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, faqat siz astoydillik va boturlik bilan mas'uliyatingizni ustingizga ola olasizlar. Qilgan barliq ishlaringizning qimmati bo'ladi-da, hurmatga va ehtiromga erisha olasiz. Ba'zida ustingizga olgan mas'uliyat nihoyat og'ir bo'lishimi, yenik bo'lishimi mumkin. Ular qiyin va yenik bo'lishiga va xizmat ayrimisiga pisand qilmaslik kerak. Chunki ishni yanada odam qiladi, faqat uni qilishni o'ylasangiz va xohlasangizlar cho'qim intayin yaxshi qila olasiz. Dunyoda hamma odam bir-biriga tayinib yashasa, o'rtaq tirishsa, o'z mas'uliyatini astoydillik bilan zimmasiga olsalar, andın turmuş xotirjam, güzel ötüdü. Her qandaq bir odam zimmesideki mas'uliyatga beparvolik qilsa, boshqalarga qulaysizlik va avorichilik hatto hayotiga xavf elib keladi. Ailemiz mas'uliyatga muhtoj. Chunki mas'uliyat oilamizni mehr, muhabbat qiladi. Jamiyatimiz mas'uliyatga muhtoj. Çünkü mas'uliyat bilan jamiyatimiz tinch, puxta va ishonchli rivojlanadi. Bizning korxonalarimiz mas'uliyatga muhtoj. Çünkü mas'uliyat shirkatlarimizda texnik kuchiga, jangovarlikqa va raqobat kuchiga ega qiladi. Men mas'ul nomli bir o'yin bor. Bu o'yinni faqat 2 odam o'ynaydi. Bu ikisinin aralığı 1 metr kenglikte buluş gerek. Bütün oyun karanlıkta elip verilişi şart kılıngan. Karanlıkta bir adam yeni bir adamdan aldıda tüp düz yatıdı. Yeni biri aslideki orundan midirilamaydı. O fakat kolu bilen karşı tarafının mührüsünü tutuvelip "Hatırjam bulun, men mas'ul" degan sözünü koşup koydu. Oyunun manisi her bir adamga mas'uliyatni zimmasiga elishning muhimligini his qildirish bo'lib, her bir odamni mas'uliyatchi qilishdan iborat. Mas'uliyatchan qilishdan iborat. Qadrli qarindoshlar, tadbir yoy 54-sin darsimizda mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan kitaptan ögünüş kılıbatımız. Ondaqda mas'uliyat degan zati nima? Biz her birimiz turmuşda her xil o'xshamagan rollarni olamiz. Bir odam meyli o qandaq kasbni qilishi, nima ish qilishdan qat'iy nazar, o boshqalarga mas'ul bo'lish kerak. Bu ijtimoiy qonuniyat, axloq va vijdon qonuniyati. Kişilik turmuşda her bir adam o'xshamagan rol aladi. Her bir rolchining zimmasiga elishga tegishlik o'xshamagan mas'uliyati bo'ladi. Ma'lum ma'noda aytganda, rolchining eng zo'r muvaffaqiyatga erisha olishi mas'uliyatini tamomlaganligida bo'ladi. Mas'uliyat bizni qiyinchilikqa yo'liqqanda qaysar bo'lishimizga, muvaffaqiyatga erishganimizda kamtar bo'lishimizga, ümitsizlengende bolsa bel kuvvetmezlikimizge ündeydi. Çünkü bizning tirishchanligimiz o'zimiz uchun emas, boshqalar uchun. Cemiyatshunos Davis o'zining jamiyat oldidagi mas'uliyatidan voz kechganlik, o'zining jamiyatda yashashning eng yaxshi fursatidan voz kechganlikdan bishorat berdi deydi. Mas'uliyatni ustiga olishdan voz kechuvchilar, mas'uliyatni kamsituvchilar tuz yo'lga o'zi to'saq qo'ygan bilan o'xshash bo'lib, putlashib yiqildigini yanala o'zi bo'ladi. Mas'uliyat o'z zimmasiga olgan burchga sodiq bo'lish va amal qilishdir. Mas'uliyat o'z xizmatini natijali tamomlashdir. O'zini unutgan holda mas'uliyatni esida ching tutishdir. Mas'uliyat odimiylikni yuksaltirdi. Amaliyotda har bir odam odatda turmush va xizmatga diniy sadoqatmanlik bilan muomala qiladi. Shundaqla mas'uliyatning kuchini his qiladi.
Qadimki Gresiyada oymichi Fidiyasni bir haykalni oyishga buyurishdi. Fidiyas haykalni oyib tamomlagandan keyin ish haqi talab qilibdi. Afina shahrining buxgalteri Fidiyasning ishlash jarayonini hech kishi ko'rgan emas deb uningga ish haqi berishni rad qilibdi. Fidiyas, xatolashdingiz. Mening ishliginimni Tangri ko'rib turdi. Tangri bu xizmatni menga o'rinlashtirganda o izchil mening ruhimni kuzatib turdi. O mening bu o'yimni qandoq tamomlaganligimni biladi deb raddiya beribdi. Her bir insonning qalbida Tangri bo'ladi. Fidiyas o'zining tirishchanligini Tangrining ko'rganligiga ishonadi. Shundaqla o o'zining bu o'ymisining go'zal bir asar bo'lganligiga qat'iy ishonadi. Fidiyasning ulug'ligini amaliyat isbotladi. Bu o'yma 2400 yildan keyingi bugungi kundami ajoyib ordu saroylarining turusida avval qadakla turib, mashhur asar sifatida kishilarning hurmatiga erishib kelmoqda. Haykal o'ymichiligi Fidiyasga Tangri bergan ulug' burch bo'lib, o bu burchni haykal o'ymichiligi Fidiyasga Tangri bergan ulug' burch bo'lib, o bu burchni natijalik tamomlab qolmasdan, balki burchning ma'nosini kishilar orasiga tarqatdi. Burch degan bu so'zning hukmi latinchadan kelgan bo'lib, o chaqirmoq, da'vat qilmoq degan ma'noda. O xizmatning mohiyatiga berib taqiladi. O sizga chiqarilgan chaqiriq. O'zingizning kim ekanligingizni, dunyoga nima demoqchi bo'layotganligingizni ifodalaydi. Qrim urushi uchun ziyofat o'tkazilgan bir oqshimi kishilar bir o'yin o'ynadi. Komandirlardan bir varaq qog'ozga bir odamning ismini maxfiy yozish talab qilindi. Bu odam cho'qim mushqatimga urush bilan bevosita munosabatli bo'lishi, shuningdek bu odamning mushu qatimqi jangda nomi mangu saqlanadi deb qaralgan odam bo'lish kerak edi. Natijada har bir varaq qog'ozga o'xshash bir ism Nadigir deb yozilgan. O shu qatimliq jangda eng yuqori ovozga erishib utgan ayol bo'lib qoldi. Tuvandikisi Nadigirga munosabatli hikoya. Nadigir Sistralar guruhisini boshlab bu yerga yetib kelgan. Ular kelib bir necha soat bo'lmayla urushda yaralangan yuzlab askar jang maydonidan bu yerga yetkazib kelindi. Nadigirning vazifasi azobliq, varang-cho'ringa to'lgan bu joyda ishni rad qilish edi. Birdamdan keyin jang maydoni bo'lgan imkondan nihoyat nurg'un yarador elib kelindi. Hech qanday tayyorlik bo'lmag'achqa hamma ishni boshdan o'rinlashga to'g'ri keladi. Hamma ish tartiblik elib berilyotdi. O texnik xatarlik, texnik og'ir ishlarni bir taraf qilg'ili boradi. O mas'uliyatni zimmasiga olgan birinchi haftasidan boshlab 20 necha soatlab uyri turib ishladi. Nadigirning sizimchanligi intayin o'tkir, dedi uning bilan birga ishlagan tashqi kasallar doktori. Men yaqinda nurg'un qatim intayin murakkab operatsiyani uning bilan birga ishladim. Uning qilgan ishlarining to'g'rilik darajasi yuqori bo'libmi alayda bo'lg'ini sakratga tushib qolgan bir yaradorni qutqizganlik. Biz uning holatini kiyib doim heliqi yaradorning oldida paydo bo'lganligini ko'rib turdik. O bemorga zan silib qarab, butun kuchini ishga solib, har xil usullar bilan uning azobini yeniklatdi. Bir askar mundaq deydi. O her bir yarador bilan so'zlashdi. Nurg'un yaradorlarga kulib turib beshini linchtidi. Biz uning yerga tushgan kulangisini ko'rgandan keyinla xotirjam bo'lib uyquga ketdik. Yana bir askar o bu yerga kelishdan ilgari bu yer doim qalaybaqan turadi. O kelgandan keyin bu yer xuddi muqaddas jannatga o'xshab qoldi dedi. Nadigir Sistralar anasi degan nomga erishdi. O haqiqiy ma'nodagi zamonaviy sistralikni yaratdi. Sistralik xizmati ayollar hurmatlaydigan bir xil alohida ijtimoiy kasbga aylandi.
Onun hikayesi bizga odamning dunyoga kelishi rahat ko'rish uchun bo'lmasdan, balki o'z zimmasidagi burchni ado qilish uchun ekanligini aytib berdi. Uning sistrali xizmatiga bo'lgan qizg'inligi va kuchli buruch tuyg'usining turtkisi bilan qisqagina 3 oy ichida yaradorlarning o'lish nisbati aslidagi 42%dan 2%ga tushib, ayni chaqda bir mo'jiza yaratilgan edi. 1968-yili Meksika shahrida o'tkazilgan olimpik musobaqasida oxirgi nuqtaga eng oxiri bo'lib yetib kelgan marafonchi yugurish mohiri Afrika qit'asidagi Tanzaniyadan kelgan Yohan Yakubech bo'ldi. O musobaqada yugurib ketayotganda ehtiyotsizlikdan yiqilib ketib, puti surilib qonab ketdi va oqsab yuguraydi. Mahirlarning hammasi oxirgi nuqtaga kelib bo'lg'ili xili bo'lgan edi. Kech soat 7 bo'lganda Yohan eng keynida oxirgi nuqtaga yetib kelguchi bo'ladi. Bu chaqda kurish supasida aran mingdek tomoshabin qolgan edi. O bütün musofirni tamomlab maydonga kirganda tomoshabinlar o'rinlaridan turishib, chavoq chalib olqishladi. Keyin kishilar uningdan siz nimishqa musobaqadan voz kechmadingiz deb so'raganda o davlatim mening Afrikadan 3000 kilometr yiroqlikdagi bu musobaqaga qatnashishimni belgilagan. Yugurish uchun emas, balki bütün musofirni tamomlash uchun deb javob bergan. Shundoq o davlatining nomida musobaqaga qatnashishlik mas'uliyat burchini zimmasiga yuklagan. Gerçi o çempiyon bulanmasımı, ama onun küçlük buruş duygusu onu vazgeçişe yol koymagan. Şuna mesuliyet sizni her qandaq mazmundagi ishni yaxshi qilishga undaydi. Qadrli qarindoshlar, nihoyatda ta'sirli bir voqealikkan, sarguzashtgan. Alhamdulillah, Alloh o qarindishimizdan rozi bo'lsin. Endi xizmat mas'uliyatdan direkt durdu degan tema o'timiz. Ba'zilar agar siz xizmatingizni qizg'in so'ysangiz, jannatda yashay olasiz. Chunki hayotingizda mutlaq ko'p qism vaqtingiz xizmat bilan munosabatli bo'ladi. Xizmat odamga ehtiyojli emas, balki har qanday odam xizmatga ehtiyojli bo'ladi. Xizmatga qanday pozitsiya tutishni qaror qilsangiz, kishilik hayotdami shunday pozitsiyada bo'lasiz. Sizning xizmatdagi ifodangiz kishilik hayotdagi ifodangiz. Sizning xizmatdagi muvaffaqiyatingiz kishilik hayotdagi muvaffaqiyatingiz bo'ladi. Shunlashqa, agar siz kishilik hayotingizga chaqchaq qilishni xohlamasangiz, undaqda xizmatda mas'uliyatni boturlik bilan zimmangizga eling. Amerikaning yakki korxonalar birlashmasining raisi Jack Fals yaqinda kishilarga o'zining bolalik chog'laridagi kashmishlarini so'zlab berdi. Jack Fals 13 yoshga kirganda ota-onasining mayqachalash punktida ishlashga boshlagan. Mayqachalash punktida 3 nasus bo'lib, uning ikkisi mashina remontxonasidagi eriqchida, biri mumliq uyda edi. Fals mashina remont qilishni o'rganishni yoqtiradi. Ammo uning dadasi uni oldi supida turib, xaridor kutishga qo'ydi. Mayqachalash punktiga mashinalar kirib kelganda, Fals to'xtagan mashinaning oldida salmoqlik bilan turadi-da, mashinaning may miqdorini, akkumulyatorini, tasmasini, rezinka truba va suv sanduqini tekshiraydi. Fals agar bu ishlarni yaxshi qilsa, nurg'un xaridorlarning yana keladiganligiga diqqat qilgan edi. Shunda qilib Fals ko'proq ish qildigan bo'ldi. O xaridorlarga yordamlashib, mashinaning gavdasini, oldi aynak va chiroqlaridagi dog'larni surtib beradi. Bir mezgil, bir mo'may har haftada bir qatim mashinasini tozalatqili va laklatqili keldi.
Bu maşının içindeki pol çoğunqur olturuşup ketkeçke onu tazlamak nahayet tez idi. Onun üstüge bu mumay bilen alaq kılmak mı müşkül idi. Her qıtım fals onun maşinesini teyyar kılganda mumay yeni bir qıtım maşininin hem yerini tepsili tekşürüp çıkarttı da onu falsqa qaytadan tazıltattı. Çaplışıp qalğan jip ve tozalla qalmağandan keyin andın razı bulatdı. Bir qıtım fals zadila çidiy almadı. Onunğa mulazimet qilishga zadila unamadi. Fals dadisining onunğa nasihat qilib mundaq deganligini eslaydi. Balam, esingda bo'lsin. Bu sening kasbing. Xeridorning nima deyishi va nima qilishi bilan sening koring bo'lmasin. Sen faqat ishingni yaxshi qilishing, shuningdek xeridorlarga adab bilan muomala qilishing kerak. Dadisining so'zi falsni cho'nqur ta'sirlantirdi. Fals may qachalash punktida ishlash jarayonida qattiq kasbiy axloqni va xeridorga qandoq muomala qilishni o'rganib oldim. Bu mening keyingi kasbiy hayotimda intayin muhim rol o'ynadi deydi. Bir xil kasb bilan shug'ullangan, bir o'rinni tanlagan ekanmiz, biz uning hamma tarafini qabul qilishimiz kerak. İza ahanetmi xizmatning bir qismi. Xizmat elib kelgan foyda va xushallikdan bahralansakli bo'lmaydi. Kasbingizni, xizmat o'rningizni har vaqt esingizda tuting. Mana bu sizning xizmatingiz. Mas'uliyatingizni unutib qolmang. Xizmat mas'uliyatga chaqiradi. Xizmat mas'uliyatdan direkt biridi. Bir hikoya bo'lib, hikoyada Germaniyaliklarning vaqtga intayin rioya qilishi so'zlangan. Egiz kran haydaydigan ishchi bir tal simon taxtini amdala bo'shliqqa ko'tarishiga soat tushdan keyingi 6 ga qo'ng'iroq chapdi. Bu ishdan tushadigan vaqt edi. Şoför kranni derhal to'xtatib, shotidan tushib, ishdan tushibdi-da, uyga minibdi. Kranga esilib turgan simon taxta bo'shliqda sangilab qoldi. Bu ish chaqchaqqa aylanib, o'z ma'nosini o'zgartgan. Biri Germaniyaga borgan do'stidan so'ragan ekan. O kulib ketib, Germaniyaliklar vaqtga bek rioya qiladi. Ammo xizmatdan intayin mas'uliyatchan. İşenginki hikoyadagi ishchi dal vaqtida ishdan tushishi mumkin. Ammo o simon taxtini hargiz bo'shliqda sangilatib qo'ymaydi debdi. Hikoyaning asosiy temasi o'xshamagan usul bilan tasvirlanib, o'xshash bo'lmagan tushunchaga ega qiladi. Biz Germaniyaliklarni vaqtga rioya qildi deb mazoq qildik. Biroq biz Germaniyaliklarning xizmatda nihoyat ehtiyotchan va mas'uliyatchan ekanligiga sal qaradik. Benz bilan NMV markalik mashinalar oldida siz cho'qim Germaniya sanoatidagi bir xil alayda texnikaning go'zallik tuyg'usida ta'sirlanasiz. Onun isil tashqi ko'rinishidan a'lo sifatli motorigacha, har bir nuqsonsiz ushshaq ishlargacha Germaniyaliklarning mukammal mahsulot ishlashni cheksiz qo'g'lishadiganligi cho'nqur ifodalanib turdi. Yuqori sifatli mahsulotlarning turtkisida Germaniya xalqarada ISIL degan nom bilan muvaffaqiyat qozondi. Germaniya sanoat mahsulotlarini elib aytganda German milletining dunyoda ayrim qadam bilan mengishi, ehtiyotchanligi ve astoydilligi Germaniya mallarining dangliq markasini yaratgan. Ammo nima ish Germaniyaliklarni nihoyat ehtiyotchan ve astoydil qilib xalqaroliq ilgirlashda shundoq yuqori obro'y bilan utib chiqa oladigan qildi. Buning sababi shuki, ular kasbga ixlosmand. German mallarining hammasi isil. Chunki Germaniyaliklar pul topishni sabab qilmaydi. Balki kasbga diniy ixlosmandlik bilan qaraydi. Hatta bu xil ixlosmandlik bütün mahsulotlarning ishlab chiqarilish jarayoniga singib ketgan bo'ladi. O'zining hal o'qiti va
yurish turishig'a to'liq mas'ul xizmatchi vaqt chiqarib fursat va imkoniyatlarni tadqiq qilishni eng xohlaydi. ishonchlikligini ifodalab, shu sababli texmi ko'p kishilarning hurmatiga erisha olishi, shuning bilan bir vaqtda o'z iqtidorining taqdirini o'z qo'lida tutishga ega bo'la olishi mumkin. Buning uchun hassalab badal to'lishi, mas'uliyatni ustiga olishga zo'r kuch bilan tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Buning uchun sabrchan va tirishchan bo'lish kerak. Lavvo harbiy sapdan chekingan odam. Necha yilning oldida og'inisi uni bir zavodning abbarchiligiga tonishtirib qo'ydi. Gerçi chiroqlarni vaqtida o'chirish, eshik derazalarni taqash, o't ketish va o'g'ri kirishdan saqlanishdan boshqa ish yo'q bo'lsa-mu, ammo Lavvoning astoydilligi odatdagi odamlarnikidan eshib ketdi. O her kuni malga keldiganlarning mal aladigan vaqtidimi biletdi. Hem mallarni tertiplik ve retlik tizip qo'yatdi. Ambarning bulun puchqoqlarigacha tozalaydi. 3 yildan buyon ambarga o't ketish, o'g'ri kirish qatorliq delolar yuz bermedi. Mal ağuchilarmi har qatim en qisqa vaqt ichida mallarini tepib elib bo'ladi. Zavod qurilganligining 20 yilligini tabriklash yig'inida zavod boshlig'i Kobe xizmatchilarning darajasi bo'yicha Lavvoga o'z qo'li bilan 5000 yuan mukofot berdi. Mutlaq ko'p qism kishilar bu ishni qabul qila olmadi. Ular Lavvo zavodga kelgili endi 3 yil bo'ldi. Onun bu mukofotni elishga nima salohiyati bor deyishdi. Zavod boshlig'i ko'pchilikning rozi bo'lmaganligini ko'rib, sizlar mening 3 yildan buyon ambarni qancha qatim tekshirganligimni bilamsizlar. Bir qatimmi tekshirmadim. Bu mening bu ishni qilmaganligim emas. Amaliyotda ambarning boshqarilish ahvolini nihoyat yaxshi bilaman. Bir oddiy ambarchi 3 yilni bir kundek o'tkazib, xatolik sodir qilmadi. Shundaqla aktivlik bilan boshqa bo'limdagi ishchi xizmatchilarga moslashib, o'zining ish o'rniga sodiq bo'ldi. Ba'zi koni ishchi xizmatchilarga selishtirganda Lavvo haqiqatan zavodga uyiga kuyingandek kuyindi. Meningcha, o bu mukofotni olsa muvofiq bo'ladi dedi. Tasavvur qilishga bo'ladi. Faqat o'z o'rnida xizmatning mas'uliyatning direkt birdiganligi, mas'uliyatning muhimligi, to'liq mas'uliyat bilan o'z xizmatini tamomlash ishchi xizmatchilarni oxiri bir kuni hassalab javobga erishtirdi. Aksi bo'lganda xizmatni mas'uliyatini yo'qotquchilar fojiaga yo'liqdi. 2002 yil 9-ayning 23-kuni kech ishki Mo'ng'ulning Finjin shahridagi 2-o'rta maktabda kechlik muzokaradan keyin soat 7larda 1500 dan ko'proq o'quvchi maktab o'qitish binosining sharq-g'arb ikki tarafidagi chiqish eg'izidan chiqayotganda palampay reshatkasining bir qismi tuyuqsiz o'rilib ketadi. Chiroq yo'q. Koridordagi qisqanchilikning eshishi bilan o'quvchilar palampaydan pastga to'xtamay yiqilib tushdi. Shuning bilan 21 odamning o'lishi, 47 odamning yaralanishidek tragediya yuz berdi. Saqchi taraf bir kun ichida hodisani tekshirib, natijasini e'lon qildi. Bu qatimqi hodisaning asosiy mas'uliyatini maktab ustiga oldi. Birinchi, hodisa yuz bergan binoning palampining 12 yeridagi chiroqda birisida lampochka yo'q. Qolgan 11da chiroq yonmaydi. Hodisa yuz bergan kuni tushdan keyin bir o'quvchi chiroqlarning yonmaslik ishini maktab mudiriga inkos qilgan. Maktab mudiri chiroqqa mas'ul xodim yo'q deb bahoni ko'rsatib, halqiliq paytda yushurin ofatni bartaraf qilmagan. Ikkinchi, texnik nazorat tarmoqlari Finjin 2-o'rta maktab o'qitish binosining palampay reshatkasiga ishlatgan po'lat chiviqning chidamliq darajasining o'lchamiga yetmaganligidan
gumonlanmagan. Maktab bu o'qitish binosi pütkende tecrübe qilib, ko'rmayla ishlatishga kirishib ketgan. 3. Hadise yuz bergan kuni maktab mudiri shaharlik ma'rif idorasiga ketgan. Bu maktabdan ve başka maktabdan bo'lib 18 o'qituvchi shu yerdagi bir oshpozilda haraq ichishayotgan edi. Amaliyotda bu binoning silinishi, texnikalik taftishdagi sistema saplash, o'qituvchilarni boshqarish qatorliqlarning bir tarafida bo'lsa-mu, mas'uliyat tuyg'usi bo'lsa edi, bu tragediya yuz bermagan bo'ladi. Bir qatimliq mas'uliyatsizlik 21 nafar o'quvchining hayotini nobud qilgan. Qadrli qarindoshlar, biz tadbiriyay isim derslerining 54-sida her shanba kuni mushu vaqtlarda elib boradigan ders bu. Mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan bunu kitobni o'rganishga boshlab ketdik. Bugungi temamiz sodiqlik, mas'uliyatga sodiqlik va ishonch degan tema bo'ldi. Bosh mavzu 1-bob. Endi buningdagi 3-mazmun, kichik mazmun, qizg'inligingizni urg'utib, bütün kuchingiz bilan nishoningizni ishga oshiring degan mazmunni birlikda o'rganib o'tamiz, jinim do'stlar. Qizg'inligingizni urg'utib, bütün kuchingiz bilan nishoningizni ishga oshiring. Anis bir odam xizmatga bütün vujudi bilan kirishib ketib, natija qozonsa, o xushallik va ozodichilik his qiladi. Aksicha bo'lganda, turmushi odatdagidek o'tishi, hatto xotirjamlikni yo'qotishi mumkin deydi. O'z xizmatiga qizg'in muhabbatda bo'lgan kishi mayli o qaysi shirkatda ishlasin, o o'zi ishlagan xizmatning hammasini eng muqaddas, eng yüksek kasb deb biladi. Xizmat qanchalik qiyin, sifat talabi qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar, boshdan oxir qilchi beparvolik qilmay, aldirmay, tinimay o xizmatni tamomlaydi. Bir ishga qizg'inlik bo'lgandila ilhom paydo bo'ladi. İlham qizg'inlikni kuch bilan ta'minlaydi. Siz qilmoqchi bo'lgan ishning muhimligi zimmangizga yuklanganda, qizg'inlik shuning bilan birga paydo bo'ladi. Sizning xizmatga to'lib toshgan qizg'inligingiz bo'lmagan taqdirdami, siz xizmatning ahamiyatini va muddaosini mahirlik bilan topalaysiz. Onun bilan xizmatga qizg'inlik paydo bo'ladi. Bir odamda xizmatga to'lib toshgan qizg'inlik bo'lgandila, andin o bütün vücudu bilan xizmatga beriladi. Mundaq chaqda o'zini namoyon qilish, tirishib yangilik yaratish ideyasi, bütün diqqati va ruhiy holatini texmo markazlashtirish xizmat ishlash jarayonida ifodalanadi. Yasiland uzun yillardan beri bayliq ve Forbes qatorliq jurnallarning baylar tizimligida e'lon qilinib turgan hikoyadagi shaxs. Bu kishi ayni davrdagi girim buyumlari sanoatining melikisi. O o'zining zirakligiga tayinib quruq qo'l egilik yaratgan. Xizmatga va kasbga bo'lgan yuksak qizg'inligi uni savdo sohasida dunyodagi mashhur kishiga aylantirdi. O o'zining qobiliyati bilan Yasiland girim buyumlari shirkatini qurib, mal setib oluvchilarga sovg'a berib, savdo qilish usulini yaratdi. Şirkatda bütün qobiliyatini ishga solib, kasbdoshlarining oldida mangdi. O shundoq parlaq kasbni yaratquchi hech kimga, hech kimga, hech qanday mirosga tayanmadi. Balki o'zining xizmat ve kasb tutgan qizg'in muomalasiga tayandi. 80 yoshga kirishdan ilgari o her kuni to'lib toshgan qizg'inlik ve ko'tarangi ruh bilan
10 neçə saatlab işledi. Onun xizmatga tutgan pozitsiyasi ve tulup taşkan kötürengi ruhi bugünkü zaman kişilerini hayran kaldırmakta. Bugünkü lent atakta dem elişe çıkan bilen adeti boyunca isil kişinin kötürengi ruh bilen dağlık meşhur kişilerinin arası da şirket üçün sezgüsüz derecede teşvikat elip bağmakta. Nurgun kişilerde hizmetki nispeten kızgınlık yeterlik bolmaydı. Asaslık mesele ola özünün bu hizmetke qançılık ihtiyaclık işkelligini zat ile bilmeydi. Rastını aytqanda hizmeti bar adam bəxtlikdir. Amerikalık avtomobil padişahı Harry Ford hizmet sizning tayinadigan narsiniz. Şundaqlı ömrünüzün ahirigacha yüz örmeydigan işençlik dostunuz deydi. Milyardlab kapitali bar avtomobil igiliki bolgan çoğ baylamı hizmetini kızgın süydü. Biz ulardan hizmetini yaxşı görmeslikning sebebini tapa alışımız tez. Hizmetini yaxşı görgenlikten hizmette gayret peyda buludu. Hizmetinin karakterini pişik bilimiz ve bu bilişimiz tedrici çoğunkurluşudu. Hizmetki şicaat bilen çoğunkuru çökkende kızgınlık peyda buludu. Kızgınlık hizmetinin en yaxşı hemrahıdır. Kızgınlık bir demlik buluşdek bu xil konu royu halet bolsa sizning hizmetki erişenmezlikiniz ve ordun alanmazlıkınız turganlı gep. En muhimi hizmetinizni saqlab qalalmasliginiz mümkün. Qiziqish yuqori seviyelik heves, aktiflik, hissiyat ve muddaodir. Sizning ko'nglingizga qarashingiz xizmetinizning natijasi. Bir odamda to'g'ri qiziqish paydo bo'lganda, uning ko'zidan chaqnab turgan nurni bayqaysiz, inkasi tez, tabiati hayajonliq, bütün vücudida o'ziga tayinish kuchi bo'ladi. Bu xil ajoyib kuch uni kishilarga, xizmatga ve bütün dunyoga butunlay o'xshamaydigan pozitsiyada bo'ladigan qiladi. Ulug' shaxslar burush qizg'inligi bilan tarix yaratadi. Odatdagi xizmatchilarning xizmat g'ayrati ularning turmushini o'zgartirib etadi. Ömür sug'urtasining dangli xizmatchisi Beydeger xizmetiga bo'lgan yuksak qizg'inligiga tayinib, hayron qolarlik mo'jizalarni yaratgan. Beydeger kaltak top sahasiga kirib uzun o'tmay, Johansson komandası onu hareketi cansız deb komandadan ketkizib etdi. Komanda başçısı onunla sen mushundaq so'ramalar qilsang, her qandaq top maydoniga mos kelmaysan. Sen bu yerdan ayrilgandan keyin mayli nagi berib nima ish qil, ruhliq bo'l. Bo'lmasa sening mangu chiqish yo'ling bo'lmaydi deydi. Beydigerning boshqa chiqish yo'li yo'q edi. Shu sababdan o Pensilvaniyaga kelib, Chistel komandasiga qatnashdi. Shundan keyin uning qatnashdigini Tinch okean birlashma musobaqasi bo'ldi. Bu darajasi tuvan musobaqa edi. Johansson komandasida uning maaşı $175 idi. Onunla seliştirganda her ayda faqat $25 bo'lgan ish haqqi onun qizg'inligini hargizmo qo'zg'amaydi. Ammo o men chuqum qizg'inligimni urg'utishim lozim, chunki men yashashim kerak deb o'yladi. Beydeger Chistel komandasiga kelib, 3-kuni komandaning Danielson isimli bir kona a'zosi bilan tanishib qoldi. Danielson Beydegerga bu tuvan darajalik musobaqa qatnashmaslik haqida nasihat qildi. Beydeger nihoyat umidsizlangan holda men eng yaxshi xizmatni topqucha nimani ish bo'lsa qilishga rozi edim dedi. Bir haftadan keyin Danielsonning tavsiya qilishi bilan o Wisconsin'dagi Nohaven komandasiga o'g'ishlik kirdi. Komandada uni hech kim tonimaydi. Hammadan muhimi uni hech kim ayıplamaydi. Shu chaqda o yurigining cho'nqur yerida
men cho'qim komanda a'zolari ichida eng kuchlik, eng jonliq a'zo bo'laman deb qasam qildi. O bir kun uning hayotiga tamg'isini cho'nqur bosdi. Beydigir har kuni xuddi herib charchashni bilmaydigan tumir odamdek maydonda tiz yuguradi. Uning top tutish mohiyatimi nihoyatda tiz o'sdi. Bo'libmi uning top tashlashi tiz bo'libla qolmay, balki intayin kuchli edi. Ba'zida u hamrohining top tutish paliyini tushirib o'tadi. Bir qatimliq birlashim musobaqasida Beydigirning kaltak top komandasi kuchli bir raqibga duch keldi. O kundagi temperatura Fahrenheitning shkalasida 100 Selsiya gradusini ko'rsatib turadi. Yani 100 Selsiya gradus Amerikadagi o'lcham qadrli qarindoshlar. Etraf xuddi o't dengiziga o'xshaydi. Bundaq ahvolda issiq o'tib odamning osonla beshi qiyib yiqilib tushadi. Ammo u hargizmo chekinmadi. Musobaqa oxirlashadiganiga bir necha minut qolganda qarshi taraf to'pni qo'ldan chiqarib qo'ydi. Beydigir mundaq tez keladigan fursatni ching tutib, nihoyat tezlik bilan qarshi tarafning qo'rg'oniga hujum qilib, yengilishni belgilaydigan eng oxirgi halqiliq bir minutga ega bo'ldi. Beydigirning saranglachi qattiq hayojoniga xuddi Tangri yordam berayotgandek edi. O az bo'lgandimi 3 xil unumga erishdi. Birinchi, o o'zidagi qo'rqish va jiddiylikni tugatdi. Holati kaltak top musobaqasidan burunqi mo'lchardan yaxshi bo'ldi. Ikkinchi, o saranglachi tez yugurib, hamrohlarini o'ziga tortdi. Ularni to'liq harakatga kelib, qarshi tarafni qistab keldi. Uchinchi, bu dimiq havo rayidagi musobaqada Beydigir azaldan bo'lib boqmagan ajoyib tuyg'uda bo'ldi. Shuningdan keyin Beydigirning har oylik maoshi $185 o'sdi. Chestin komandasidagi $25 selishtirganda uning maoshi 10 kun ichida shiddat bilan 700%ga yaqin o'sgan bo'ldi. 7%ga. Bu ishlar uni haqiqiy emasdek tuyg'uga keltirib qo'ydi. O maoshining nima sababdan muncha tez o'sganligini zodila bilmaydi. Albatta, buningda qizg'inlikdan boshqa nima bo'ladi? IBM shirkatining odam kuchi manbasi bo'limining boshlig'i muxbirning ziyoratini qabul qilganda bunday dedi. Odam kuchi manbasi nuqtasini olib aytganda, biz xizmatchilardan xizmatni to'lib tashgan qizg'inlik bilan ishlaydigan odamlardan bo'lishini umid qilamiz. Bir muncha kishilar garchi yeshi ancha cho'ng bo'lmasa-mo, kasbga cho'nqur kelishmaydi. Ammo ular bir kunlarda xizmatga kirishib ketganda, xizmatdagi har qanday qiyin masala ularga qiyin tuyulmaydi. Chunki bu xil qaynoq hissiyat ularning badanidagi tadqiqot hujayrasini qo'zg'atib o'tadi. Boshqacha qilib aytganda, ularning badanidagi tadqiqot hujayrasini qo'zg'ab o'tadi. Boshqacha qilib aytganda, u atrofidagi boshqa xizmatdoshlarining ta'siriga uchraydi. Shu orqali xizmatga qizg'in muomala qilish hosil bo'ladi. McDonald Hamburg to'qichi do'konining xizmatchilarining xizmati nihoyat oddiy. Onun üstüge bir yürüyüş nihayet ünümlük işlep çıkarış meşgulati olağı yerden berdi. Ola adetki taleplerine nihayet az yolu kudu. Aldıda turgan xeridar bilen salamlaşmak mı anca tesemez. Ama muşundak addi hizmette hizmetçiler kızgınlığı 100% cari kıldırdı. Hizmetçiler kızgınlığını 100% cari kıldırdı. Ular daim külümsirep durdu. Xeridarlarga intayın qizg'in muomala qiladi. Qizg'inlik ularning ishlashdagi zirakligi, xizmat sur'atining tezligi, sifatining yaxshiligida ko'riladi. Har bir xizmatchiga nisbatan aytganda, ular xuddi hayotiga o'xshash qizg'inligiga tayinib, ma'nisiz xizmatni jonliq, qiziqarli xizmatga aylantirib, hayoti kuchga to'lib, o'zini kasbi tarbiyalashni
asar bilanchi qo'g'ilishidi. Ular qizg'inlikqa tayinib, atrofidagi xizmatdoshlarining ta'siriga uchrab, ularning tushunishi, qo'llashi ham yaxshi kishilik munosabatiga ega bo'ladi. Ular qizg'inlikqa tayinib, xo'jayinining o'stirishi va muhim xizmat vazifaga qo'yishiga erishib, yetilish va rivojlanishdek fursatda tutib chiqadi. Qizg'inlikqa bo'lmagan xizmatchining ishlari boshdan oxirigacha ko'ngildagidek bo'lishi mumkin emas. Xizmatini yuqori sifat bilan tamomlash, tirishib yangilik yaratish ideyasining bo'lishi texmi mumkin emas. Agar siz qizg'inligingizni yo'qotib qo'ysangiz, xizmat o'rningizda turishingiz va pishib yetilishingiz hargiz mumkin bo'lmaydi. Xizmatda va kishilik turmushda to'liq utuqqa ega bo'lish mangu mumkin emas. Shunga hozirdan boshlab butun qizg'inligingizni xizmatga singdirishingiz kerak. Qadrli qarindoshlar, qizg'inlik degan narsaninki qandoq muhim ekanligini tushunib yetdik. Tuvanda yana ikki mazmun bor ekan, o'zida kuchli mas'uliyat tuyg'usi bo'lishi kerak. Uningdan keyin mas'uliyatning kuch-qudratida qat'iy ching turish degan ikki mazmun bor ekan. Bugun hamda vaqtimizni bir qarab boqaylik. 1 soat bo'pti. Aslida shu 1 soatda 20 batdak bir narsa o'qiymiz. Bugun bu birinchi bobni tugatdik. Boshqa boblardimi shu 1 soatdek vaqt 1 soatdan ortiqroq bo'lishi mumkin. O'zida kuchlik mas'uliyat tuyg'usi bo'lishi kerak. Bir yigit bir yozuvchiga katib bo'lishni iltimos qilib, o'zini tanishtiribdi. Yigitning qarashicha, u bu katiblik xizmatining huddisidan butunlay chiqa oladi ekan. So'zlashgandan keyin yozuvchi bu yigitga ishni boshlashni aytibdi. Ammo yigit sirtdagi chirkovning soatiga qarab, nihoyat jiddiylashgan holda, "Men hozir bu yerda turmay chiqib tomoq yeyishim kerak" debdi. Shuning bilan yozuvchi, "Ha, siz berib tomoq yeyishingiz kerak. Siz berishingiz kerak. Siz bugun mushu bir vaqt tomoqni yeyish uchunla tilovat qildingiz-ku deyman. Ikkimiz mangu birga ishlayolmagudakmiz" debdi. Yigit o'zining yalanilmag'anligidan intayin ümidsizlanibdi. Ammo u o'zining ishida ozroqli ilgirlash bo'lsa, oldi bilan tomoq yeyishni o'ylashir ekan. Shuning bilan o'zining degan gapini va ustiga elishga tegishli mas'uliyatni pak-pokiz unutib ketdi ekan. Amerikada g'arbchi harbiy maktab o'quvchilarining nizomnomasida har bir o'quvchining mayli qandaq vaqt, qandaq joy bo'lsin, mayli harbiy forma kiysin yoki kiymasin, muhofazat qilishni ustiga olgan bo'lsin, dejurlik vazifasida bo'lsin, umuman o'zining shaxsiy harakatini davomlashtirishning hammasida o'zining burch va majburiyatini ado qilish mas'uliyati bo'ladi. Bu xil ado qilish mas'uliyati chin ko'ngildan bo'lishi, qandaqdir mukofotga erishish yoki boshqa narsa uchun bo'lmasligi kerak deb belgilangan. Bu intayin yuqori talab. Ammo Yevropacha harbiy maktabning qarashicha mas'uliyatsiz ofitser yaramliq ofitser bo'la olmaydi. Mas'uliyatsiz xizmatchi munavvar xizmatchi bo'la olmaydi. Mas'uliyatsiz fuqaro yaxshi fuqaro bo'la olmaydi. Har qanday vaqtda mas'uliyatchanlik o'zimizga, davlatga, jamiyatga nisbatan kam bo'lsa bo'lmaydi. Dal mushxil qattiq talab g'arbchi harbiy maktabni bitkizgan o'quvchilarni zo'r manfaatga erishtirgan. Bu yerda harbiy maktab deb olibdi. Buni West Point deydi. West Point. Buni Xitoycha Shi degan Junshao deydi. Shu maktabningki qoidasini, tuzumini tushuntiradigan No
Excuse deydigan bir tane kitap var. O kitap naydı şu inçki kitap Uygurçası mı var onunki hiç kandak bahane yok degan kitap tepip o'qib bakinglar. Bu maktab yaxshi bir askar bo'lib yetilish uchun har bir odam cho'qim intizomga bo'ysunishi, o'zining izzat obro'yini saqlashi, qismdan va davlatidan faxrlanish tuyg'usida bo'lishi, sabdoshlari va boshliqlariga yuksak mas'ul bo'lish borchi bo'lishi, o'zining iqtidorini ifodalashga ishonchi to'liq bo'lish kerak deb qaraydi. Bundaq talab korxona xodimlariga o'xshashla muvaffaq kelaverdi. Bir savdogar bir yigit taklif qilishni planlabdi. O do'konning derazasiga bir parcha odam taklif qilish e'lonini choplabdi. Taklif qilinguvchi o'zini tutib olgan er kishi bo'lishi kerak. Ish haqi haftasiga $40. Muvaffaq bo'lsa $60 olsimi bo'ladi. Her bir xizmat talab qilguvchi mundaq bir alohida imtihondan o'tishi kerak ekan. Katmo taklif qilinmoqchi bo'lib kelibdi. O dakki-do'kida kutibdi. Oxiri o'ttirga chiqibdi. Xat o'qiy olamsiz? O'qiy olayman, efendim. Bu bilakni o'qib boqamsiz? Do'kon xo'jayini bir parcha gazetni katning oldiga qo'yibdi. Bo'ladi, efendim. Faqatla to'xtamay unlik o'qiy olamsiz? O'qiy olayman, efendim. Nayt yaxshi. Men bilan mening. Savdogar katni o'zining ishxonasiga boshlab kirib, eshikni yepibdi. Ondan haliqi gazetni katga berib, bir bo'lagini o'qishga buyuribdi. Unlik o'qish amdila boshlanganda savdogar 6 kuchukni qo'yib etibdi. Bu 6 küçük odul kelib katning atrofiga to'plashib, bir-biri bilan o'ynab, g'alaba qilishga boshlabdi. Nurg'un taklif qilinguvchilar bu omoq küçüklarning qiziqtirishi bilan o'qiyotgan materialdan chetnab ketgan, shuning bilan shallanib qilishgan edi. Ammo kat o'zining ishini boshdan oxirigacha unutib qolmagan. O o'zining xizmat izdigich ekanligini bilatdi. O başka narsaga diqqatini chashmay, qo'lidagi materialni o'qib tugatgan. Savdogar nihoyat xushal bo'lib katdan so'radi. Siz gazetni o'qish jarayonida putingiz ostidagi kuchuklarga diqqat qilmadingizmi? Kat, shundoq, men diqqat qildim efendim, deb javob berdi. Meningcha, siz kuchuklarning atrofingizda borligini cho'qim bildingiz, shundoqmi? Shundoq efendim. Ondaqda siz nimishqa ularga qaramadingiz? Çünkü siz bana bu abzasını fakat to'xtamay o'qib tuguting degan edingiz. Siz hamisha lavzingizda turamsiz. Shundoq qilishga haqiqatan tirishib keldim, efendim. Savdogar ishxonasida u yoqdan bu yoqqa menib o'tib tuyuqsizlar. Siz men izlayotgan odam ekansiz, dedi nihoyat xushallik bilan. Kat haqiqatan savdogar taklif qilmoqchi bo'lgan adam idi. Çünkü o hizmetteki burçni biladi. Hem vazifeni güçlük mesuliyet tuygusu bilen tamamlaydı. Turmuşta biz daim anlap durumuz. Bir gün ötse bir günge hesap. Tamak kaçağını koldan çıkarıp koymasanla boğunu. Bu xil adam emeliyetten güçlük mesuliyet tuygusunu yo'qotib qo'ygan bo'lib, o'zining turmuşda mag'lub bo'lganligini e'tirof qilgan. Yo'lovchilar poyezdda bir hamildor ayol yangimakchi bo'lib qoldi. Poyezd xodimi radioda jiddiy tug'ut doktori izlaydiganligini uqtirdi. Dal shu chaqda bir ayol o'zining tug'ut bo'limida ishlaydiganligini aytdi. Poyezd boshlig'i hamildor ayolni oldirib, tinab, kirlik silingan karvat qo'yilgan bir eg'izliq uyga elib kirdi. Lunga issiq suv, qaycha, qisqish qatorliq lozimatliklarning hammasini tab qiladi va eng halqiliq paytni kutishga boshlaydi. Heliqi o'zini tug'ut bo'limida ishlayman deb tunishtirgan ayol nihoyat tamtiraydi. O tug'ut uyining sirtida turgan poyezd boshlig'iga bu qiyin tug'ut ekanligini, ahvolning jiddiylik haqida tushuntirishga boshlaydi hamda o'zining haqiqatan tug'ut bo'limining stress ekanligini, bir qatimliq davolash hodisi sababli
doktorxonadan haydalganligini aytdi. Bu homildor ayolning ahvoli yaxshi emas edi. Bu odamning hayotiga munosabatli ish edi. O o'zining qobiliyatining yetmaydiganligi. Shunga yaqin atrofdagi doktorxonaga opirib qutqizish kerakligi haqida taklif berdi. Hozir bu ayolning tug'uti tasdiqlashib qolgan bo'lib, o intayin azobliq chirqirmoqda edi. Ammo poyezd hozir Beijing liniyasida bo'lib, eng yaqin bekatga bir soatdan ko'proq vaqt yetib borg'ili bo'ladi. Poyezd boshlig'i uningga jiddiy holda: "Garchi siz bir sestra bo'lsingizmi, ammo bu poyezdda siz doktor, biz sizga ishonamiz" deydi. Poyezd boshlig'ining so'zi sestrani ta'sirlantirdi. O tayyorlikni qilib, tug'ut uyga kirib ketib etib, agar amal bo'lmasa, balani saqlab qolamdiq yoki onasinimi deb so'radi. Poyezd boshlig'i jiddiy holda biz sizga ishonamiz deb yana bir qatam takrorladi. Sestra tushundi. O qat'iylik bilan tug'ut uyga kirib ketdi. Poyezd boshlig'i homildor ayolga asta tasalli berib, hozir bir mutaxassisning uning tug'utiga yordamlashadiganligini, shunga tinchlanib, uningga moslashish kerakligini aytdi. Faraz qilgandek, o sestra o'zi yolg'iz bu operatsiyani tamomladi. Bobaqning yig'i ovozi ona bolaning aman eson ekanligini bildirmoqda edi. Kuchlik mas'uliyat tuyg'usi uni umridagi tunji operatsiyani eng muvaffaqiyatli tamomlashga undagan edi. Kuchlik mas'uliyat tuyg'usi bir odamning yaxshi fazilatini urg'utadi. Ham yoshurun iqtidorini qo'zg'atadi. Ammo turmush va xizmatda bundaq bir qism odamlarni har vaqt uchratib turamiz. Ular o'zining mas'uliyat tuyg'usini yo'qotgan, xizmatda boshqalarning haydakchiligiga tayinadi. Ular faqat xizmatlana biladi. Azaldan o'zida qanchalik yoshurun qobiliyatning borligini haqiqiy o'ylashib boqqanmi emas. Mas'uliyatchan xizmatchi o'ziga jang e'lon qila oladi. Qiyinchilikqa yo'liqqanda uningga yuzlana oladi. Shundaqla kuchlik iqtidor va jasoratini urg'uta oladi. Chunki irodasizlik shirkatni zo'r chiqimga uchratadiganligini, faqat qaysarlik bilan haqiqiy mas'uliyatni ustiga olgandila, andin shirkatni ziyonga uchratmaydiganligini biladi. Qiyinchilikdan o'zini qochirgan, jang e'lon qilishga jur'atsizlik qiladigan xizmatchining shirkat uchun haqiqiy mas'uliyatni ustiga ola oladiganligiga ishonmak tez. Shirkatning mas'uli bo'lg'uchi g'oyat zo'r mas'uliyatni uningga yuklayalamdi. Bir kollektivga eng ehtiyojli bo'lg'ini a'zolarning hamkorlashishi va o'xshash mas'uliyat tuyg'usi. Shundoq bo'lgandila, kollektiv eng oxirgi maqsadini amalga oshira oladi. Kollektivning muvaffaqiyati a'zolarning kollektivga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi burchidir. A'zolarning o'zaro bo'lgan mas'uliyat tuyg'usidir. Qadrli qarindoshlar, bu kitobni men burundan nihoyatda muhim kitob ekanligini bilgan, shunga hali qarindishimizga yozdirgan, buningki nimasini e'lon qilamiz to'r betimizda inshaalloh. O'qiyotganimiz mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan kitob. Bu kitobni nima uchun o'qiganligimni shu darsni anglagandan keyin balkim bilgan bo'lishinglar mumkin, qadrli qarindoshlar. Mas'uliyatning kuch-qudratida qat'iy ching turish. Bu fil bilan munosabatli bir hikoya. Ular garchi hayvon bo'lsa-mu, odamlardek mas'uliyatni biladi. Odam bilan selishtirganda garchi filning mas'uliyatida qayg'u hasrat ko'proq bo'lsin. Afrikaning yayloqlarida bir to'p fil yashaydi. Ular hayotda bir-biriga tayinatdi. Ularning gavdasi g'oyat zo'r bo'lgan bilan, ammo yashash iqtidori ularning gavdasidek unda kuchli emas edi. Bir yili yozda yomg'ir nihoyatda oz yog'di. Ammo fillar nihoyat ko'p suvga ehtiyojli edi.
Ular yaşayotgan yerde hech qanday suv qolmagan bo'lg'achqa, ular cho'qim suv manbasi tepishi kerak edi. Shuning bilan bu bir to'p pil sargardonlikni boshladi. Chunki nerede suv borligini ular bilmaydi. Pillar suv izlayotganda bir ana pil tug'ib qoldi. Bütün pil to'pi xushal bo'lishib, xartumlardan xushal ovozlarni chiqarishdi. Ammo ana pil intayin endishi qildi. O balasining suv topquchi bardoshlik berolmasligidan ensiraydi. Afrikaning yoz kunlaridagi issiq intayin qattiq bo'ladi. Pil to'pi solg'un holda ketib o'tadi. Ularning hech qancha mağduri qolmagan edi. Nurg'un pillar asta yiqildi. Yana bir qism pillar o'zlarining texi yiqilmaganligidan foydalanib, astagina topdan ayrılmoqda edi. Chunki ular o'zlarining ulayotganligini boshqa pillarning ko'rib qilishini xohlamaydi. O'zi yolg'iz topdan ayrilib qoladi. Ular suv topsalar, balipilga ish kuzatdi. Chunki o intayin ojiz edi. Ammo har qatimki suv bek az bo'lg'achqa, balipil bir necha yutum ichmayla suv tugab ketadi. Shuningdek cho'ng pillar zodala suv icholmaydi. Pil to'pida cho'ng pillar bag'ansiri aziyishga boshladi. Ammo qolganlari hargiz voz kechmaydi. Balipil uchun, hamrohlari uchun yetarli suv topsalar, ular qutulib qolgan bo'ladi. Hayvonlar mas'uliyatchan bo'lg'achqa, ularning dunyosi davom qilib kelyotdi. İnsanlarga nisbatan aytganda mas'uliyatni ustiga elish hayotlikning eng yuqori qimmatini saqlab qolganlik bo'ladi. Mas'uliyatchanlikning yiltizi qalbda bo'ladi. O bizning kallamizda kuchlik ong yetildirdi. O bizning kallamizda kuchlik ong bo'lib yetiladi. Mas'uliyatchanlikning yiltizi qalbda bo'ladi. O bizning kallamizda kuchlik ong bo'lib yetiladi. Kundalik yurish turish va xizmatda bu xil mas'uliyat eni bizni ajoyib yaxshi qilib ifodalaydi. Bir dangliq shirkat egisi shirkatimiz burun ko'rilib boqmagan krizisga yo'liqqan chog'da men nimening qo'rqish ekanligini tuyuqsiz unutilib qoldim. Men o'zimning aql parasti va jasoratiga tayanib krizis ustidan g'alaba qilishim kerakligini bilatdim. Chunki mening keynimda nurg'unlagan odam bor edi. Mening sababimdan ular vayron bo'lishi mumkin edi. Men ularni vayron qilsam bo'lmaydi. Chunki bu mening mas'uliyatim edi. Shunga men eng qiyin mezgilda odatdan tashqari botir bo'lib o'zgardim. Müşkül ahvoldan o'tib ketganda bu botirligimga ishonmay qoldim. Men shuncha ular botirmi? Shundoq. Shu qatimki kechmish menga mas'uliyat o'zingdagi ojizlikdan halqib, haqiqiy yusunda botir bo'la oladiganligini bildirdi deydi. Mas'uliyat kishini ojizlik va qo'rqinchoqlik ustidan, o'lim tahdidi ustidan g'alaba qildirdi. Çünkü mas'uliyat oldidagi kishilar botir va qaysar bo'lib qoladi. Bu el orasidagi taqqa chiqish atriti edi. Ular dunyodagi eng egiz cho'qqa, jumalanma cho'qqisiga hujum boshladi. Gerçi bu insoniyatning jumalanma cho'qqisiga birinchi qatim chiqishi bo'lmasimi? Ammo bu ularning dunyodagi eng egiz cho'qqiga birinchi qatim chiqishi edi. Azalar hayacan ve tuluk işenç bilen cumlanma çoqqusini boysundirish iradasiga kelgan. Ular tekshirish orqali o'zlarining ahvoli eng yaxshi bo'lgan, havo rayimi eng yaxshi bo'lgan bir kunini tanlab yo'lga chiqdi. Taqqa yomishish izchil yaxshi bo'ldi. Azalar o'zaro g'amxo'rlik qilishqachqa bira qandaq masala ko'rinmadi. Ular egizlikda havo shalong bo'lishdek ahvolga asosiy jihatdan moslashib, belgilangan vaqtda birinchi numurliq lagerga yetib bordi.
Köpçülük nəhayət xuşal idi. Çünki bu nəhayət yaxşı bir başlanış bulub, səfərinin yerimi utuqluq bolğanğa hesab buladı. İkinci günü hava rayı tuyuqsuz özgerdi. Şamal nəhayət küçlük bulub, qar yığıvatatdı. Taqqa çıxış ətritining başlıqı köpçülükning fikrini aldı. Bolmasa qaytaylı. Köpçülükning hayatı bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilishimiz kerak. Hayotlik insonga faqat bir qatim keladi. Ammo taqqa chiqish fursati yana keladi dedi. Ammo ko'pchilik taqqa chiqishni davomlashtirish taklifini berdi. Taqqa chiqish hayotning chekiga jang e'lon qilish edi. Shunda qilib Atrat taqqa chiqishni davomlashtirdi. Sharoit qanchalik nachar bo'lmasin, a'zolarning tabiatni, jumlanma cho'qqisini bo'ysundirish ishonchisi to'lib toshgan edi. Ko'pchilik ehtiyot bilan taqqa yamashmoqda edi. Boshliq qarama bir a'zo to'lidi. Ko'pchilik burilib qaradi. Ulardan nəhayət yiroq bir yerdə qar ko'chgan edi. Araliq yiroq bo'lsa-mu, qar ko'chishning zarbi kuchi taqqa chiquvchilar bar joygacha yetib keldi. Bir a'zo tuyuqsiz teyilib ketib, yana bir tarafdagi tikyarga kelib qoldi. Ahvol chataq edi. Tikyarga qarab tiz paslayotgan vaqtda uning to'mir ilg'uchi qar qavatiga kirib qoldi. O tushib ketmedi. Ammo har vaqt ko'chgan qarning zarbisining onu pastga ittirib tushirib etish ehtimoli bor edi. Ahvol murakkab bo'lib qoldi. Boshqa a'zolar tikyardagi a'zoni qutuldirmoqchi bo'lsa, ularning ko'chgan qarning zarbisida tikyardan tushib ketishi mumkin edi. Qutuldirmasa, bu a'zo hayot mamat arasida qolgan edi. Atrat boshlig'i "Men qutqizay, mening tajribam bor, sizlar yordamlashinglar" dedi. Bu bek xatarlik Atrat boshlig'i deyishdi a'zolar. Ikkilangan vaqt qolmadi, tez Atrat boshlig'i buyruq buyruq tushdi. Ko'pchilik tezlik bilan harakatlendi. Atrat boshlig'i arg'amchini beliga bog'lab, hang leviga keldi. O ilg'ushni quchoqlab olgan Atrat a'zosini mahkam quchoqlab tortdi. Boshqalar bu ikkilarni arg'amchi bilan ustiga kuchab tortdi. Yana bir qatimda qor ko'chish zarbisi yetib kelishdan burun Atrat boshlig'i bu a'zoni qutqizib chiqdi. Bütün Atratdagilar qaynam tashqinlikqa cho'mdi. Hayot mamatlik siniqidan o'tgandan keyin ko'pchilik texmo qaysarlashdi. Taqqa chiquvchilar Atratni jumlanma cho'qqisini oxiri bo'ysundurdi. Ular Atrat bayrog'ini tog' cho'qqisiga sanjigan shu minutlarda o'zlarining sha'y sharifi va burchini dunyodagi eng toza yerda qoldirdi. Keyin Atrat boshlig'i ayni chog'da men nəhayət qo'rqdim. Har qachon o'lib ketishim mumkin edi. Ammo men uni qutqizish mas'uliyatimning borligini biletdim. Men cho'qim shunda qilishim kerak edi. Mas'uliyatning kuchi qaltis bo'ladi ekan. O o'lim va qo'rqinchni yengadi ekan. Haqiqatan shunday ekan dedi. Mas'uliyat odamlarni botur qilib qolmay, yana o'lim va vahimini yengadi. Mas'uliyat oldida biz o'zimizni chetga ololmaymiz. Faqat uni boturlik bilan ustimizga olamiz. Shundoq hayotlikqa ve qiyinchilikqa jang e'lon qiladigan odamlar haqiqiy qaysar odam bo'ladi. Bo'lalaydi. Qadrli qarindoshlar, bugun shu 30 necha bet o'qibdimiz. Vaqtimizmi bir az eshib ketdi, 1 soatdan 1 soat 24 minut bo'pti. İnşallah kelar hafta mas'uliyat iqtidorni besib tushudi degan 31 betdan boshlab 3-bobgacha birga o'rganishimiz mumkin. Men o'qish jarayonidan nihoyat bek ta'sirlandim, qadrli qarindoshlar. İnşallah texmo yaxshi o'rganishlarni birga qilib, mas'uliyat
tuyg'umuzni, engimizni kuchlantirib, qilgan har bir ishimizda mas'uliyatchan holda davomlashtirish, muomala qilishimizni uyunishimiz kerak ekan. Ondan bo'lsa azam to'ldi bizning mas'uliyatimiz bo'yicha asr namozimizni qilaylik. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.